Hammaga assalomu alaykum. Xudo xohlasa bugun Topik 96 ilk qismini ko'rib chiqamiz. Ovozim ozgina shovqinli bo'lishi mumkin. Bu safar shunaqa bo'lib qoldi. Chidab turasizlar. Hop, umumiy 50 ta test ulgurganimizcha yarmini yoki undan ko'proq ko'rishga harakat qilamiz. Albatta boshdagi oson qismlarini tezroq o'tib ketishga harakat qilib, o'sha o'rtada bosh qotiradigan joylarini ko'rib chiqamiz. Bo'lsa bismillah deb boshladik. Bir ikkinchi test turlarida nima qilish kerak? Pingani e'tirogal mallo qazan almajin hosil ko'rishibdi va qo'shimcha bu testda, ya'ni Topik 2 da Topik 1 dan farqli o'laroq har bitta testga bir xilda 2 balldan beradi. Qaysi biriga ko'p, qaysi biriga kam emas. Hammasiga standart 2 balldan, ya'ni 50 dan 50, 40, 50 orasidagi qiyin testlar ham 2 ball, boshdagi oson testlar ham 2 ball. Shuning uchun boshdagi testlardan maksimal yaxshi natija olib ketishga harakat qilish kerak. Hozir ba'zi bir qismlarni to'g'rilab olaman. Tak. Yo'q. Demak, boshladik. Xo'p. Pingani e'tirogal mallo qazan almajin hosil ko'rishibdi. Bo'sh joyga tushadigan eng to'g'ri gapni tanlang deyilgan. Demak, bu yoqda o'qib ko'ramiz. Kamgi yagil bosh joy. Yori deryotda. Kamgi yagil nimadir? Yori deryotda. Kamgi shamollash to'g'risi istiman tushdi deb aytyapti. Demak, bu joyda asosiy nuqta o'rtadagi bog'lovchi grammatikasi kamgi yagil nimadir va natijasi bo'ldi yori deryotda. Istimasi tushdi demak, to'g'ri grammatikaga qo'yilgan so'zni ko'rishimiz kerak. Bu yoqda berilgan so'zlar moqda hammasi bir xil so'z, ya'ni yemoq bildiradi. Demak, biz bu yerda asosiy ko'rishimiz kerak bo'lgan qismi to'g'ri grammatikani ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Xo'p. Hammasini birdan qo'yib ko'ramiz. Kamgi yagil mognirago. Nirago degan grammatika bizda nimadir qilaman deb. Misol uchun sukcheril hanirago sebyokkaji anchastoyo darsimni qilaman deb ertalabgacha uxlamadim. Nimadir qilaman deb. Bu bizda to'g'ri kelmas ekan. Keyingisi moktorado. Dorado degani nimadir qilsa ham. Misol uchun 열심히 공부하더라도 성적이 잘 안 나왔어요. astoydil o'qiganim bilan ham, o'qisam ham baholarim yaxshi chiqmadi degan ma'noda olsak bo'ladi. Demak, bu ham to'g'ri kelmaydi. Uchinchisi, iltinde nimadir qilgan edim. Bu bog'lovchi, xuddi mana biz bilgan inika, asosolani toifasiga kiradi, lekin bularning har bittasini o'zini ajratib chiqadigan qismi bor. Iltinde ham xuddi shunga o'xshash, shunaqa qilganligim sababli deb olsak bo'ladi. Kamgi yagil mogiltinde yori neryotda. Istima tushirish dorisini yeganligim sababli istimam tushdi. Demak, buni variant qilib turamiz. Va to'yinsini ko'radigan bo'lsak, mokkonaso yeganimdan keyin. Konaso bizda bitta ishni qilgandan keyin xuddi bizdagi in huye grammatikasiga o'xshash shu bilan bir xil ishlatsa bo'ladi. Demak, ikkitasi bor. Lekin bu yerda iltindagi agar chuqurroq kirishib chiqadigan bo'lsa, o'zini bir maxsus ishlatadigan joylari bor. Buni chuqurroq o'rganish kerak. Hozir biz yengil ko'rib ketamiz. Bu joyda konaso eng ma'quli bo'ladi, chunki shamollash dorisini ichganimdan keyin istimam tushdi. Kamgi yagil mokkonaso yori deryotda. Hop, keyingisi deyil kimbap을 만들려고 재료를 미리 deyil kimbap을 만들려고 ertaga kimbap tayyorlash uchun 재료를 mi리 sabzavotlarni oldindan nima qilmoq, sotib olish yoki tayyorlash mumkin. Bizda hammasi bir xil, sotib olmoq so'zi turibdi. To'g'ri grammatikani qo'yarkanmiz. 재료를 mi리 준비해 놓았다. 준비하다 tayyorlamoq. aohe notda bo'lsa, noatda deb o'tgan zamonda berilibdi. Tayyorlab qo'ydim. Shu so'zimiz to'g'ri kelishi mumkin ekan, shu grammatikamiz. Bu yerda
Nel kimbapul mandillago cheryoril miri chumbehe noatta. Ertaga kimbap tayyorlash uchun masalalarni oldindan tayyorlab qo'ydim. Ikkinchi misol ko'radigan bo'lsak, hagon hetta qiladigan bo'ldim. Qilmoqchi bo'ldim degan holatda ishlatsak bo'ladi. Keyingisi hamyon to'da. Nimadir qilsa bo'lmoq. Ertaga oldindan tayyorlab qo'ysam bo'ladi. Xo'p, keyingisi hanin pobida. Shunaqa qilmoqchiman. Qilish rejasidaman degandagi olsak bo'ladi. Xo'p, nin pobidaga ozgina chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak, tak. Nin pobida. Nin pobida grammatikasi bizda odatda bir narsani qilish usuli desak bo'ladimi? Shunaqa bir yo'nalish desak bo'ladimi? Xo'p, misol bilan aytadigan bo'lsak, hangokoril chalpeunin pobida. Misol uchun nimadir qilish, hangokoril chalpeunin pobida. Mana shunaqa qilishing, koreys tilini yaxshi o'rganishingni uslubi, shunaqa qilish yo'nalishing degandek. Bu xuddi uni pangbobdagi so'zdagi bir qismida. Xo'p, 3-4. 3-4da biz bichul pugunga imiga ajang pisang hosil ko'rishibdi. Pastiga chizilgan qismi bilan mazmuni eng o'xshashlarini tanlang deb yozib qo'yishibdi. Xo'p, pastga chizib qo'yilgan joyda bu yerda ham to'g'ri grammatika qo'shishimiz kerak ekan. Qaysi grammatikani almashtirib ishlatishimiz mumkin? Qaysi grammatika bu chizib qo'yilgan bilan sinonim bo'la oladi? Shunisini topishimiz kerak ekan. Posiral chalmottanin parami. Nin parami degan grammatikamiz sababli faqat salbiy joylarda ishlatiladi. Misol uchun hozir o'zini ko'rsak ham bo'lar ekan. Bu avtobusga noto'g'ri chiqqanligi sababli suobeni jota darsi kech qoldi. Bu umumiy gap, salbiy gap bo'lganligi uchun nin parami to'g'ri ishlatilgan. Endi bunga sinonim bo'la oladigan, ya'ni o'rniga tusha oladigan to'g'risini topishimiz kerak bo'ladi. Nin tasi ham sababli va bu ham qanaqadir oddiy holatlarda ishlatilmaydi, salbiy maxsus holatlarda ishlatiladi. Nin kimi bu ham sababli. Faqat buni bir narsa qilish davomida, qilish yo'nalishida deb olsak bo'ladi. Misol uchun chibe onin kime Unyosoril savatda uyga kelayotganimda, kelish yo'limda desak to'g'riroq bo'larkan. Uyga kelish yo'limda ichimlik sotib olib keldim desak ham bo'ladi. Xo'p. Pamyone nin pamyone degan shunga qarshi, shundan farqli o'laroq degan, ya'ni avtobusga noto'g'ri chiqqanligimdan farqli o'laroq darsga kech qoldim, to'g'ri kelmaydi. Nin teshini, bu ham teshin degan so'zimiz bor. O'rniga shu bilan bir xil shu o'rniga degan so'zimiz grammatik holatda ishlatish кейsi. Bu yerda tasi deganimiz eng to'g'risi bo'lar ekan. Chunki tas bilan param bir xil sinonim hisoblanadi. Keyingisi höyiga kirojosa yaksoq shiganil biroyaman hetta. Majlis vaqti kechikib ketgan, majlis cho'zilib ketganligi sababli yaksoq shiganil biroyaman hetta uchrashuv vaqtini biroda bizda kechiktirmoq, surmoq. Miroyaman hetta nimadir? Aya oya heyaman hetta degan grammatikamiz shunaqa qilishdan boshqa iloji qolmadi. Faqat shunaqa qilishimiz kerak bo'lib qoldi. Bundan boshqa iloji qolmadi degan ma'noni beradi. Xo'p, variantlarni mirogiman hetta, birulchul bullatda, birogiga o'ryoqotda, birul supaki opsotda. Xo'p, bizdagi mirogiga o'ryoqotda surishim qiyin bo'ldi yoki birulchul bullatda surishni bilmadim degan narsalar grammatikalar butkul to'g'ri kelmaydi. Ikkita o'rtada biz chalg'itish mumkin bo'lgani bor. Mirogiman hetta yoki birul supaki opsotda. Bu grammatikalarga qisqa to'xtalib o'tadigan bo'lsak, lil supaki opta grammatikamiz nimadir qilishdan boshqa iloji yo'q. Faqat shu ish qilish mumkin. Bu yoqdagi bilan ham ayni to'g'ri keladi. Biru giman hetta, giman hettaga jicha chuqurroq kirib ko'rib chiqamiz. Giman hetta. Bu grammatikalar ancha oldin o'rganganim uchun bitta qaytarib, o'zim asli bu videoni yozishdan maqsadim o'zimga qaytarish bo'lsin deb yozyapman. Faqat
kimgadir qachondir foydasi tegib qolsa ham yaxshi-ku. Kiyman hetdayam faqat shunaqa qildim, faqat shu bilan shug'ullandim degan ma'noda olsa bo'lar ekan. Ukkiman hetda faqat kuldim yoki 공부하기만 했다 faqat o'qidim. Bu yerda faqat bitta ish qilmagan-ku, faqat surmagan-ku, surishdan boshqa iloji qolmagan. Shuning uchun shunaqa ma'no bor gapimizda, ya'ni surishdan boshqa ilojim yo'q edi. Bu faqat surdim. Ilojisi bo'lsa ham surgan, ammo endi surishdan boshqa ilojisi qolmagan. Shuning uchun bu yerda birdan ko'ra 4-variant ko'proq to'g'ri keladi. Demak, keyingi turga o'tamiz. 5 dan 8 gacha bo'lgan turda bizda ta'min bo'lsa ham kirinchi ko'rishib ya'ni bitta keshipan, ya'ni e'longa o'xshagan narsa chiqadi. Shu narsa nima haqida yozilganligini ko'rishimiz kerak. Bu ham oson. Bu ma'lum bir kalit so'zlarni topib olsak bo'ldi. Hop, birinchisini ko'rib chiqamiz. 덥자마자 굽나라로 아침까지 포근하고 따뜻하게. Hop, bu yerda agar key so'zini, ya'ni kalit so'zini yaxshi bilib olsak, qaysidir so'zni bilmasligimiz yoki ma'noga to'liq tushunmasak ham topib ketsa bo'ladi. Hop, biladigan so'zlarimizdan qaraymiz. Topda bilamiz, o'ranmoq, yopinmoq, misol uchun ustingizga qanaqadir narsani o'ramoq yoki yopib olmoq. Yopishingiz bilanoq, ya'ni o'ranib olishingiz bilanoq kumnararo, ya'ni kum bizda tush yokida orzu deb olsa bo'ladi. Kumnara bo'lgandan keyin o'sha tushlaringizni ichiga kirib ketasiz. Va bu yoqda achchimkaji po'ginago tatitagi. Achchimkaji ertalabgacha. Mana so'z bilmasangiz ham muhim emas. Tatitagi issiqqina. Hop. Qo'lqop o'ralmaydi. Ibul bizda mana nima deydi? Yopinadigan narsa bor, shuni ibul deydi. Hojangpum kosmetika, sugon, sochiq. Sochiqni o'rasangiz uyquga ketib qolmaydi. Shuning uchun bizda variant 2 bo'lar ekan. Pogin hada degan so'zni hozir ma'nosini ko'rib chiqamiz. Tak. Pogin hada. Pogin hada yumshoq mayin degan ma'nosi bor ekan. Menga ham shu yangi so'z bo'ldi. 포근하다, yumshoq mayin. Tak, keyingisiga o'tamiz. 오늘의 추억을 한 잔에. Bugungi xotiralarni bitta qog'ozga. Jang bizda qog'ozga ishlatiladigan son qo'shimchasi hanjang bo'lib keladigan bo'lsa, o'sha bitta qog'oz, bitta varog'da deb aytyapti. 아름다운 모습 그대로 남기세요. Go'zal bo'lgan mo'sibni ko'rinishi qandoq bo'lsa o'shandoqligicha qoldiring, ya'ni saqlab qo'ying deb aytyapti. Kutubxona birinchi variantimiz. Sojon to'g'ri keladimi? Yo'q, Sojonda qanaqadir bu umumiy olsa bo'ladi, nimadir rasm haqida gap boshladida, chunki bitta qog'ozga xotiralaringizni solib qo'ying, o'sha qanaqa go'zallik turgan bo'lsa, shu go'zallikni o'shandoqligicha mana buni ichiga solib beramiz deyapti. Bank bunaqa ish qilmaydi. Palle bank kir yuvish anaqalari, xonalari, kir yuvish joylari Sajingwan qanaqadir foto studio desak bo'ladi. O'zi Sajindan kelib chiqib olsak ham bo'ladi. Keyingisi 학교 앞 천천히. maktab oldida sekin-sekin. 아이들이 있는지 한번 더 살피세요. 학교 앞 천천히 deb sekin-sekin deb nimadirga ogohlantiryapti. 아이들이 있는지 한번 더 bolalar boryoqligiga yana bir marta salpiseyo, e'tibor bering. 안전운전, xavfsiz mashina haydash yoki konkan-kuallik, sog'liqqa nazorat qilish, chongi-choylak, elektrni tejash va hankyong-poho, atrof muhitni himoya qilish. Albatta, hankyong-pohoga yoki chongi-choylakka tushmaydi. Sog'liq haqida va bolalar sog'lig'iga qarang demayapti. Bu yoqda aydri inninchi ham bon salpiseyo deb, ya'ni bolalar salpiseyoda bolalar va ularga e'tiborliroq bo'ling degan narsaga chalib qolmasdan, bu yoqda chonchoni hamda maktab oldida deb qo'yibdi. Shuning uchun anjon bizda eng to'g'ri variant bo'ladi. O'zi bu testlarni agar Hapkok reshpidan o'rganib chiqilsa, har bitta qismida, ya'ni 5 ta har doim qanaqadir reklamaga o'xshagan narsa chiqardi. Oldida adashmasam o'sha joy reklamasi, 7 ta ogohlantirib, 8 ta qanaqadir nima deydi, buyruqqa o'xshagan, eslatmaga o'xshagan narsalar chiqardi. Buni chuqur o'rganib chiqsa bo'ladi. Bu o'sha Hapkok reshpi kitobida chuqur ko'rsatib berilgan. Endi 8-sini ko'radigan bo'lsa, 식사를 원하는 날짜와 시간, 인원수 선택하십시오.
식사를 원하는 ovqatlanishni xohlaydigan nalcha va shigan sana va vaqt invonsu bizda odam soni desak bo'ladi. Misol uchun bitta oshxonadan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, necha kishi kelasizlar deganda invonsuga men deyishlar mumkin misol uchun. Shunaqa invonsu odam soni. odam sonini tanlang va 연락받을 분의 성함과 연락처를 입력하십시오. 연락받을 분, xabar olish kerak bo'lgan kishini ism bilan kontaktini, ya'ni raqamini kiriting deb yozibdi. Bu nimadir qiling deb nimadir narsani o'rgatyapti. Bizda variant bo'lishi mumkin. Yeyak pangbop, foydalanish, zakaz qilish, pangbop uslubi, zakaz qilish uslubi yoki ilchong mune. Ilchong qanaqadir joyga bo'lsa bo'ladi. Murojaat, ya'ni vaqtiga qarab murojaat qilish, ya'ni ba'zi joylarda ertalab 10 dan 12 gacha anaqa qilsangiz bo'ladi. Misol uchun qaysi professor oldiga kirmoqchi bo'lsangiz, shunaqa 10 dan 12 gacha yoki 4 dan 6 gacha deb belgilab qo'ygan. Shu narsaga tushadi. Iyon hugi. Iyon bizda foydalanish, hugi tipa kommentariy desak bo'ladi. Ya'ni foydalangandan keyingi kommentariy. Chepunsoga mahsulotni tanishtirish. Bu yerda qanaqa mahsulotni tanishtirgan yo'q. Ya'ni uni sifatlarini aytmadi. Iyon hugi yokida men ishlatuvdim, shunaqa bo'ldi yokida bu oshxona shunaqa mazali ekan degan unaqa ma'lumot yo'q. Ilchong muni mash vaqtda kela olasiz yokida mana vaqtda biz ishlamaymiz deb ilchong haqida gapirilmagan. Yakpangop zakaz qilish uslubi. Sanani tanlang, odam sonini ayting deyapti. Ana uni zakaz qilayotgan odamni familiyasi bilan kontaktini qoldiring deyishdi. Shu bilan bizga birinchi variant eng to'g'risi bo'lar ekan. Keyingisi tanqi to'nin krep의 내용과 같은 것을 고르십시오. Hop. Bu turimizni ishlashda odatda men birinchi javoblardan kerakli so'zlarni olib turib, bu yoqdan tekshirib chiqaman. Lekin unaqa qilmasa ham bo'laveradi. Matn qisqa, oson bo'lganligi uchun bir qator o'qib olsam bo'laveradi. Ikkala uslubi ham yaxshi. Hop. 결과는 emaillo allochunda. Ya'ni asosiy joylarni olamiz. Natija emaildan keladi deyapti. 11월 29일까지 11oy 29kungacha 신청해야 합니다. Demak bu o'sha magami oxirgi deadline vaqtini aytyapti. Keyingisi 신청서는 홈페이지에서 내려받을 수 있습니다. 신청서는 홈페이지dan olsangiz bo'ladi. Ya'ni rasmiy veb-saytidan, asosiy sahifasidan olsangiz bo'ladi. 노래하는 영상은 직접 가서 제출해야 합니다. 노래하는 영상. musiqa aytayotgan, ya'ni musiqa kuylayotgan videoingizni 직접 가서 제출해야 합니다. Videoingizni bevosita borib taqdim qilishingiz kerak. Ya'ni 직접 가서 deganda bu qanaqadir saytga yuklab qo'ymaysiz yoki Telegramdan jo'natib qo'ymaysiz. O'sha videoni yozib turib, fleshka bilanmi nimadir bilan bevosita borib turib berishingiz kerak degan ma'no bor. sarlavhasini qaraymiz. 제3회 인주시 영상 노래 대회. 3-chi Inju shahridagi 영상 노래, ya'ni videoga yozilgan musiqa kuylash musobaqasi. 제출 방법. 노래하는 영상과 신청서를 이메일로 전송 degani jo'natish, yetkazib berish. Hop, 노래하는 영상, kuylagan videoingiz hamda 신청서, ariza qog'ozini emaildan jo'nating deyapti. Bizda variantlarda ko'rib olgandik, bevosita borib topshir degan javob bor edi. Buni chiqarib olsak bo'lar ekan. Va pastda chamgo qilib berib o'tkazibdi. Bunaqa asosiy ma'lumotdagiga qo'shimcha bergan ma'lumotlarni chamgo deyishadi. 신청서는 인주시청 홈페이지 게시판에서 다운로드 가능. Arizani Inju shahri hokimiyatining rasmiy saytidan yuklab olsangiz bo'ladi. Homepage 신청서 daunlodi kanin debdi. Ya'ni 신청서ni homepagedan yuklab olsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa gap bor edi mana. Tak. 신청서ni homepagedan olsangiz bo'ladi. 내려받을 수 있다, ya'ni saytdan o'zingizga tortib olasiz. O'sha 내려받다 deydi. Xuddi downloadga o'xshagan. Bu yoqda o'sha download deb inglizcha so'z qarashida yozib qo'yishdi. Demak, shu variant bizga ko'proq to'g'ri keldi. Chechur kelgan, mana muddat haqida yozibdi. 1-kunidan 15-kunigacha debdi. Bu yoqda 29gacha degandi. Yo'q, bu to'g'ri kelmas ekan. 결과 발표 natijasini 29-kuni e'lon qilishgan. Bu yoqda bizni chaqiribdi.
Keyingisi injushi homepage kesh natijasini ham o'sha anaqa yuklashar ekan. Saytlarga yuklab qo'yishar ekan. Natijasi emaildan sizga bildiriladi deyapti. Yo'q, natijasi chiqsa sizlarga email yozamiz demagan-ku. Mana bu qismida ko'rvasayni bo'ladi, o'zingizlar kirib, shu yoqqa yuklab qo'yamiz degan variant bo'lgan. Demak, to'g'ri javob bizda 3. Hop, keyingisi grafik chiqqan ekan. Tak, hozir. Sarlavhasini o'qiymiz, pastga tushib ketamiz. Tekbero qazang mani pesongtenin bo'lgan. Tekbi orqali eng ko'p yetkazib beriladigan mahsulot nimaligi haqida grafik ekan. Hop, tekbero pesongtenin bo'lgan uchun uryoga manta. Bu yoqda nima deyapti? O'sha tekbedan yetkazib beriladigan narsani orasida uryo kiyim eng ko'pi. Birinchi variantda kiyim ko'pi degan, kiyim eng ko'p degan ma'lumot bor ekan. Tekbero 화장품 pesongtenin piuri 식품보다 낫다. Hop, tekbi orqali parfumeriyani yetkazib berish, ovqat ozig'i yetkazib berishdan ko'ra, ya'ni parfumeriyani yetkazib berish foizi ovqat ozig'idan ko'ra ko'p. Bu yoqda aytayaptiki, 화장품 va 식품. Qaysi biri ko'p? 식품 ko'p, chem 화장품dan deyapti. Uchinchisida, yo, sizlar bundan yozib olishinglar shart emas, men просто ko'rinishi uchun shunaqa beraman. Shu kallani bir chekkasida ham shunaqa ekan deb eslab turib, bu yoqqa o'tib olsa bo'ladi. Buni yodlab olishimiz ham kerak emas. Shunchaki qisqa vaqtga eslab turib, bu yoqdan javob ko'rib, chiqsa to'g'ri, chiqmasa sirasi o'chirib ketsa bo'ladi-ku. Tekbero undong 용품이 배송되는 비율은 10%가 넘는다. ya'ni 운동용품, sport mahsulotlari 10%dan o'tadi deyapti. Hop, uchinchi umumiy matnda asosiy shu gap borda. Shunga to'g'ri kelsa, shu to'g'ri bo'lib ketadi. Ya'ni bu yoqda hamma matnni tushunib olish shart emas. Asosiy nima demoqchiligini bilib olsa bo'ldi. Tekbero 전자제품 배송되는 비율은 두 번째로 높다. Hop, bu yoqda tekbedan 전자제품 deyapti. 전자제품 ikkinchi o'rinda degan. Endi bu yoqqa qaraymiz. Hop. Eng kami kitta, hop, keyin undan 용품 8% ekan. Bu yoqda 10%dan o'tadi deganda 3 chiqarib olganmiz. 전자제품 13%. 전자제품 ikkinchi o'rinda deganda bu yoqda oxiridan ikkita oldinda ekan. Bu ham tushib ketadi. Hop, keyingisi 화장품 19% ekan. 식품 31% ekan. Bu yoqda shunaqa ma'lumotimiz bor edi. 화장품 식품dan kichkina. Bu 19, bu esa 31 ekan. Bu ma'lumotimiz to'g'ri ekan. Demak, ikki to'g'ri. Birda tekbedan jo'natiladiganlar kiyim eng ko'p. Yo'q, bizda kiyim ikkinchi o'rinda, eng ko'pi oziq-ovqat ekan. Demak, bu ma'lumot ham xato. Shunaqa chuqur kirish shart emas. Bunaqa hammasini yozib, vaqt cho'zib o'tirish shart emas. Faqat kerakli joylarni shunchaki belgilab o'tib ketilsa bo'ladi. Hop, keyingisi matn shaklida berilgan ekan. O'qib chiqamiz. 인주 로봇 연구소는 작년에 이어 올해도 shunaqa joylarda joyi nomi 인주 robot tadqiqot markazida 작년에 이어 올해도 deganda o'tgan yiliga ular bu yil ham deb aytyapti. Ya'ni bu yoqdan bitta bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu yil birinchi marta o'tkazilmayapti. Ko'p holatlarda bu yil birinchi marta o'tkazildi. Shunaqa gaplar bo'lishi mumkin-da. Aynan shunaqa qilib ham chalg'itishadi. 작년에 이어 올해도 bu yil ham 겨울 방학을 맞이는 인주시 초등학생들 대상으로 qishki ta'tilda Inju shahri boshlang'ich maktab o'quvchilari orasida 프로그램을 운영한다. shunaqa dastur qilishar ekan. 여기에 참여하는 학생들은 연구소에 직접 로봇을 만들어 보고 조정하는 체험을 할 수 있다. bu joyda qatnashadigan o'quvchilar 연구소ga borib robot tayyorlab ko'rishlari yoki uni qotirib ko'rish tajribasini qilib ko'rishlari mumkin ekan.
이 프로그램은 로봇 과학자가 되기 희망하는 학생들에게 특히 반응이 좋다. Bu dastur robot bo'yicha 과학자, ya'ni olim desak bo'ladi. Olim bo'lishni himanhanin haksang. Shunaqa olim bo'lishni orzu qilayotgan, umid qilayotgan o'quvchilar orasida juda anaqa ta'siri zo'r, reaksiyasi zo'r, shunaqa o'quvchilarga juda yoqib tushadi demoqchi. 연구소는 내년 겨울 방학에도 이 프로그램을 진행할 예정입니다. O'sha tadqiqot markazi keyingi yil qishda ham shu programmani o'tkazmoqchi ekan. Keyingi yil qilmaydi degan ma'lumot bilan chalg'ishlari mumkin. Endi tak variantlarni o'qib chiqamiz. O'rechon, mana aytdim-ku, bu yil birinchi marta o'tkazilyapti deb aytgan. Yo'q, mana yerda 작년에 yo 올해도 degan. Bu xato. 내년에는 이 프로그램이 학기 중에 진행한다. keyingi yil ham bu programma semestr o'rtasida o'tkaziladi. Oxirida aytdik-ku, keyingi yil panhake qishki ta'tilda, keyingi yil qishki ta'tilda ham deyilyapti. Semestr o'rtasida deyilmagan. Bu ham chiqib ketadi. 연구소에 과학자 학교 직접 가서 교육을 해준다. 연구소의 과학자가, ya'ni tadqiqot markazidagi professorlar maktabga borib turib o'rgatadi. Bu yoqda aytyaptiki, qatnashayotgan o'quvchilar 연구소ga borib o'sha tadqiqot markaziga o'quvchilar boradi, professorlar kelmaydi. Bu ham xato. Bu programma robot bo'yicha olim bo'lmoqchi bo'lgan Kumko'ning himanhanin bilan bir xil narsa. O'sha Kumko'ning orzu qilishi, himanhanin umid qilishi qilayotgan o'quvchilar orasida mashhur. Inkiga aytdi, ikki paningi jotta bilan birga bir tusharkan. Demak, mana bu qismi bu qismi bizdagi mana bu qismi bilan birga bir to'g'ri tushyapti. Demak, to'g'ri javob to'g'ri. Xo'p, bu testni ham odatda tezroq ko'rish uchun mana bu narsani to'liq tushunib chiqish o'tirish shart emas. Boya mana teoridagini ko'rganimizga o'xshab kerakli qismlarni memo qilib olinsa, belgilab olinsa, highlight qilib olsak, mana buni o'qib turgan paytimizda o'sha ma'lumotga to'g'risi yoki o'sha ma'lumot bilan qarama-qarshi chiqdimi, siraz bu yoqda o'chirib ketamiz. Shunda bir marta mana buni o'qib chiqamiz, belgilab olgandan bir marta o'qib chiqamiz, o'qib chiqish davomida bu yog'i anaqa choriy qilib o'tib ketamiz, hal qilib o'tib ketamiz. Oldin o'qib, bu yog'i o'qib turib, ya'ni birinchi tekstni qo'lib pastga tushadigan bo'lsa, mana bu matnni bir marta o'qiymiz, keyin pastdan bir marta o'qib chiqamiz, qanaqadir joy bor deb turib bu yoqqa yana chiqamiz. 4 ta variant, 4 marta shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun odatda agar ozgina tajriba yig'ib olgandan keyin birinchi mana joydan eng keraklilarini belgilab olsak, keyin mana tekstni bir marta o'qiymiz. O'qish davomida bitta to'xtadikmi, mana bitta qayergadir to'g'ri keladiganini sirат bu yoqqa hal qilamiz, ketamiz. Endi bir marta, ikki marta o'qish usul bilan hal bo'ladi. Chunki bu testlarga vaqtni sarf qiladigan test emas-da. Buni ishlamadik hali. Hop. Katta. Belgilab olamiz. Kimshining keri 근처 마을로 보냈다. 걔를 근처 마을로 보냈다. Xullas, buni kimdir? Kimshi itini 근처 마을, shu yon atrofdagi qishloqqa jo'natyapti. Xullas, itini uzoqroqqa jo'natib, qishloqqa jo'natyapti degan ma'lumot bor bu yoqda. Keyingisi kimshining 등산하다 사고 당했다. tog'ga chiqayotib jarohat oldi. 마을 사람들이 키웠던 개가 kimshi를 발견했다. qishloq odamlari boqib turgan it, o'sha kuchuk deymiz, xunuk chiqmasligi uchun. O'sha kimshini 발견했다 degani, tipa topib oldi. U qaydadir, nimadir bo'lib yuradiki, it uni topib oldi. Ya'ni bu 발견했다 odatda qasilmalar topiladi-ku, shu narsaga ham ishlatiladi. 사람들은 개를 따라 사고 당한 것을 알게 되었다. Odamlar keral taraqada shu orqasidan borib, odamlar shu it orqasidan borib, sagoga nan gosel algetyapti. Sago bizda o'sha halokat chiqqan joyi bildi deb aytishibdi. Xo'p, endi bir marta o'qib chiqamiz. 지난 23일 한 차량 산길에서 미끄러지는 사고가 발생했다. O'tgan 23-kunda bitta mashina tog' yo'lida sirg'anib tushgan halokat sodir bo'ldi.
Hozirgacha nimadir ma'lumot bormi? Yo'q, davom etamiz. Isagoro charal unjon hadon kimshiga 의식을 잃자 함께 있던 김씨의 개가 차에서 빠져나 근처 마을로 달려갔다. 이 사고로 차 운전하던 할로케트 마시나 하이답 kelayotgan 김씨 의식을 잃자. 의식 bu mana hushini yo'qotib degan bo'lish kerak edi. Hozir eshikka bitta tekshirib qo'yamiz. Hushini yo'qotib eshikka ilja hushini yo'qotganida ilk o'zi unutmoqdiku. Uyshik ko'rishim kerak. Uyshik. Xush, to'g'ri. Hushini yo'qotdi-da, hamka itton kimshiyeki birga bo'lgan kimshini o'sha kuchiga iti 차에서 빠져나와 mashinadan chiqib ketib, 근처 마을로 달려갔다. Yaqin atrofdagi qishloqqa yugurib bordi. Chuyini 없는 개가 endi qarayni. Bu yoqda it hamda qishloq haqida gap ketdi. Pastda ham shunaqa narsa bor edi. Qani bizda. Mana. Kimshi keral 근처 마을로 보냈다. Bu yoqda kimshi itini jo'natdi o'sha yaqin atrofdagi qishloqqa deyilyapti. Shunaqami? Kimshi bor, odam chaqirib kel demadiku. Shunchaki o'sha sago bo'lgan paytida it mashinadan sakrab tushib oldida, aqlli ekan. O'sha qishloqqa o'zi yugurlab ketdi. Bu xato. Chunki bu yoqda kimshi jo'natgan deyilyapti-da. Xo'p, keyingisi. 주인이 없는 개가 계속 치는 것을 이상하게 여긴 마을 사람들이 개를 따라 김씨를 발견했다. 이게 siyoq it 계속 치는 uzluksiz akillayvergan narsasi odamlarga akillayverishini isanhaga yogin g'alati deb hisoblagan qishloq odamlari it orqasidan borib kimshini topdi. Bu yoqda kimshini topdi palyon hali degan so'zga pastda shunaqa so'zimiz bor edi hamda keril taraka degan qismi bor edi pastda. Ikkalasiga qarab chiqamiz. Maal salamdiri kiyodon kega kimshini palyon etdi. Qishloq odamlari o'stirgan it kimshini topdim. Yo'q, it kimniki edi? Kimshiniki edi. Demak bu xato va pastda tarakaga bordi. Salamdiri keril taraka sagonan qo'sil algetiyotdi. Odamlar it orqasidan borib halokat chiqqan joyi topdi. Mana bu yoqda nima edi? Salamdiri keril taraka kimshiril palyon etdi. O'sha kimshini topdi. Kimshi nima bo'lgandi? Sago bo'lgandi. Mana gapimiz bilan birga bir tushadigan. Demak, 4-variant bor. Dals o'qish befoyda, mayli o'qib qo'yamiz. Chunki javob chiqib bo'ldi-ku, aniq chiqib bo'ldi-da, ikkilanib o'tirmay, shartdamikin yo pastroqda chiqib qolarmikin deb. 사람들이 신고로 김씨는 병원으로 옮겨져 치료 중이다. O'sha odamlarning shingosi orqali, xabar berish orqali kimshi kasalxonaga ko'chirib, hozir davolanyapti. Kimshin Tingsan hadaga sago를 당했다. Tingsan qilayotganmidi kim? Yo'q-ku, o'sha mashinada qaqadir ketayotgandi. Ya'ni Tingsanni mashinada qilinmaydi-ku. Bu ham xato. Demak, to'g'ri variant bizda to'g'ri. Keyingisi Kanada shakli. Hop, buni ham o'zining usullari bor. Demak, birinchi biz ka da bor ekan. Bizda faqat ka bilan da bor ekan. Bu yoqda nani yoki rani o'tirishimiz shart emas. Demak, kani birinchi ko'rib chiqamiz. 대학생 때 처음으로 해외 여행을 가게 되었다. Talabalik paytimda birinchi marta 해외 여행을 가게 되었다. Chet elga sayohatga boradigan bo'ldim yoki dadi. 여행지의 가족들을 위한 선물을 사고 싶었는데 돈이 별로 없었다. 여행지 bizda sayohat joyidan oilam uchun sovg'a sotib olishni xohladim, lekin pulim bo'lmadi. Bu qachon sayohatga bordi? Qaydan osmondan tushganda sayohat pul yo'qligi haqida gap ketib qoldi. Ya'ni bu narsa so'z boshi bo'lamaydi. Bu yoqda, ya'ni bitta gap boshlashingizdan oldin u gapga kiritishingiz kerak-ku. Sovg'a ololmadim desangiz, nimaga sovg'a ololmading? Nima, qaydan, qanaqa sovg'a olishing kerak edi degan savol chiqadi-ku. Shunga javoban intro, ya'ni kirish qismi bo'lish kerak. Hozir Samarqandga borganda qaytishda sovg'a ololmadim desa, endi kontekst bor gapdan tushunsa bo'ladi. Значит, Samarqandga borgan ekan, shuning uchun sovg'a olish kerak bo'lgan ekan. Sovg'a olmoqchi bo'lgan ekan deb. Shunaqa tushundingmi? Bu da birinchisi bo'la olmas ekan. Shunda 3-4-variantlar bizda chiqib ketadi. Bizda hozircha 1 bilan 2 qolyapti 10-testimizda.
Tak. Birda K'dan keyin K birinchi bo'lishligi aniq bo'ldi. Na yoki da tushar ekan. Dani hozir o'qib qo'ydik. Endi nani o'qib ko'ramiz. 가족들은 그 엽서를 받고 아주 감동적이었다고 했다. Oilam u 엽서를 o'sha maktubni olib, o'sha maktubni открытка desak ham bo'ladi. O'sha открыткani olib juda 감동적이었다 degan, juda ta'sirlanishdi, juda ta'sirlandik deb aytishibdi. Ya'ni oilasi o'sha открыткani olib juda ta'sirlandik deb aytishibdi. Lekin bu bola qayerda yo'qsa haqida gapirdimi? Biz hozir biladigan ma'lumot nima? U talabalik paytida birinchi marta chet elga sayohatga chiqdi va o'sha открытка deb qaysidir открытkaga ishora qilyapti. U qaysi открытkaligini biz hali bilmaymiz. Shuning uchun nadan ko'ra biz birinchi nimani o'qib chiqamiz? Keyingisi da bo'lishi mumkin ekan. Dani o'qib chiqamiz. Dada 여행지에서 가족들을 위한 선물을 사고 싶었는데 돈이 별로 없었다. Shu bola o'qigan matnimiz. O'sha yo'hengji sayohatga borgan joyimda oilam uchun sovg'a olish xohlagandim, lekin pulim bo'lmadi. Sovg'a olish xohlabdi, pulim bo'lmabdi. Nimaga qaysi yo'hengjiligi haqida endi xabarimiz bor. Bu o'sha Texasning bo'lgan paytida birinchi marta chiqqan Heve yo'hengdagi joyi. Ya'ni birinchi gapdan ikkinchi gapga bog'liqligini topib oldik. Endi dadan keyin rad tushar ekan. O'zi variantlarni qarasak, bitta ish qoldi xolos. Shunchaki belgilab o'tib ketsa ham bo'laveradi. Endi to'g'riligi uchun biz to'g'riligini isbotlash uchun kirishib qo'yamiz. Xo'p, rada. Demak, hozirgacha bilgan ma'lumotimiz talabalik paytida birinchi marta sayohatga bordi. Sayohat joyidan oilasi uchun sovg'a olmoqchi edi, puli bo'lmadi. Rada. Komin hataga o'sha komin qilib turib tashvishlanib turdi. Nimaga tashvishlandi? Endi biz bilamiz. Oilasiga sovg'a olgisi kelganda puli yo'q bo'ldi-da. 그 나라 풍경이 담긴 엽서. o'sha davlatda 풍경이 담긴 manzarasi tushirilgan открытка 엽서에 여행 이야기를 담아 보냈다. o'sha открытkaga yo'heng iyagiy, o'sha sayohatim haqida o'zimni, ya'ni sayohatimni qanaqa bo'lganligi deysa bo'ladi. Sayohat haqida gapni tama ponetda solib jo'natdim. Ya'ni bu sovg'ani o'rniga nima qilibdi? Sayohat qanaqa bo'lganligi haqida matn yozib jo'natibdi va keyingisi bizdan nima bo'lyapti? 가족들은 그 엽서를 받고 endi 그 엽서 deganda nimani gapirayotganligi haqida ma'lumotimiz bor. Qaysi 엽서? Mana joyda aytilgan o'sha davlatda 풍경이 담긴 chiroyli joylari solingan va bu yerda ichida sayohat qanaqa bo'lganligi haqida yozgan 엽서. Demak, bu yoqda 그 엽서 deyotganda endi nimani gapirayotganligini bilib turibmiz. O'sha narsani olib oilasi juda xursand. Demak, javob 2. 14 o'tamiz. Kada demak biz K bilan dani o'qib ko'ramiz birinchi. K dani o'qib ko'ramiz. 고리 모양의 반죽은 기름에 골고루 튀겨져서 전자에 잘 익혔다. 고리 모양의 반죽. 고리 deganda bizda dummi? Buni asli imtihon paytida bila olmasangiz vahimali joyi yo'q. Chunki dumaloq deb olsam bo'ladi. Dumaloq shakldagi mana qanaqadir mo'yangda, buni bilish ham shart emas. Qanaqadir mo'yangdagi panchuk xamirni yog'da qo'lguro aylantirib tuyigida, tipa yog' ichiga botirib pishiradigan narsa bor-ku. Shunaqa aytishadi. Tuyig olsa, chonjega chal ikkinda shunaqa qilib pishirsa, mana xamir chonje hammasi yaxshi pishar ekan. Xamirni shakli haqida, uni qanaqadir shakldagi xamirni qaysidir uslubda pishirsa yaxshi pishish haqida gapirdi. Endi dada. 도넛은 원래 밀가루로 동그랗게 반죽해 크림에 담겨서 만들었다. Hop, endi ikkita gap bor bizda. Tonsot deyman, tonot hamda Koreya mo'yang panchuk. Banida qanaqa qilib tayyorlasa yaxshi pishish haqida gapirdi, lekin nimani shunaqa qilib pishirish kerakligini, shunaqa qilib kesish kerakligi haqida gapirmadi. Bu yoqda tonot deb aytyapti. Tonot nima bilmayman, hozir qarab ko'ramiz.
O inglizcha so'zni bunaqa qilib buzib tashlashibdi-da. Voy, mana bu don't voy. Ana. Tushundik, ko'rdinglar aslida. Shu narsani aslida milkaruri tongirakki panchukhe kirime tuyinkosa manda rotta. O'sha donatni odatda milkaruri tongirakki panchukhe, ya'ni milkaru unni yumaloq qilib xamirga aylantirib, yog'da aylantirib pishirilgan. Demak, birinchisiga dan olsak bo'lar ekan, chunki kirish ma'lumot berilgan. Bir ikki chiqib ketdi. Hop. Dadan keyin na yoki ra. Nada. Kronde tongirak panchuge kaunde pubuni ikkinchi anin kyonguga manatdi. Lekin tongiran panchuge yumaloq bo'lgan xamirni kaunde pubuni ikkinchi anin kyonguga manatdi. O'rtasi pishmay qolgan holatlar ko'p bo'lgan. Hop. Bir bilan ikkinchi gapni o'qidik. Endi biz rani ham o'qib ko'rishimiz mumkin. Otun sarami tono panchuge kaunde pane kori moyangi mandurotda. Qaysidir odam, kimdir o'sha donut xamirini o'rtasini pane qo'ylab yoki teshib desak ham bo'ladi. Kori moyang uro mandurotda. Biz kori moyang deganda mana bu narsani oldin mamnaga pishirilgan ekan, kimdir o'rtasini teshib mamnaga holat keltirib qo'ygan ekan. Tayyorladi. Bani odam nimaga bunaqa qilib tayyorladi? Biz sirasi birinchi gapdan keyin ma'lumot ola olmaymiz. Lekin nani qo'ysak, bu narsa mana holatga keladi. Demak, aslida unni yumaloq qilib yog'da pishirilar edi. Lekin shu yumaloq qilinganda o'rta qismi yaxshi pishmay qolgan holatlar ko'p bo'lgan. Odatda bilan pishirilardi, lekin mana bunaqa holatlar ko'p bo'lgan, o'rtasi pishmay qolgan. Hop, bizda dada keyin to'g'ri kelyapti, keyingisiga ra variant bor ekan. Shunda, ya'ni pishmay qolganda muammo bor, bu yoqda pishmay qolyapti. Qanaqadir odam shu o'rtasini pane kori moyangi gro mandirotda. Shu o'rtasini teshib mamlaqa holatda keltiribdi. Demak, bu variant ham tushib kelyapti. Keyingisi Koriya moyang panchugin, ya'ni mana shaklga kirgan panchuk qachon bunaqa shaklga kirdi? Matda kimdir shunaqa shaklga keltirdi. O'sha yog'da aylanib pishib, butun qismi yaxshi pishadigan bo'ldi. Demak, bizga to'g'ri javob 3. Hop, menimcha yaxshi hammasi. Davom etamiz 15-sida. 15da ham 15-sida. Na yoki ra. Nada. 고양이는 높고 좁은 담 위에도 흘림없이 걷는다. 무식 바람 yoki'da tor tam devor bo'lib chiqdi. Tom ustida ham hindillim 없이, ya'ni chalg'ib ketishlarsiz, ya'ni spokойно o'ta oladi. Hindillida degani mana devor bo'ladigan bo'lsa, mush bunday qilib cho'chib yurmaydi-ku. Bir tekisga ketaveradi. Shu narsani aytyapti. Demak, birda nimadir ma'lumot haqida eshitdik. Keyingisi birinchi bo'lishi mumkin bo'lgani ra ekan. Rada to'yovulda suyomir tuychog'ida tangigo penalti arechog'ida nerildi. Qo'rqgan paytda mo'ylovni orqaga qo'yadi, xotirjam paytda pastga qaratib oladi. Nima agar buni birinchiga qo'yadigan bo'lsak rani, nima mo'ylovni unaqa qo'yadi, nimaga unaqa qo'yadi bilsa xabarimiz yo'q. Nimaligini bildik, qulayligida va qo'rqgan paytda ekan, lekin kim o'yladi shunaqa qiladi? Odammi yoki boshqa narsami bilmaymiz, mushukmi? Agar rani birinchiga qo'ysak. Demak, birinchisi bizda faqat na bo'lar ekan. Nada nima deydi? O'qib chiqdik. Xo'p. Birga buni qo'yib oldik. Keyingisi da yoki ra. Dada nima deyilyapti? Suyomuro 바람의 방향을 느끼며 몸의 균형을 잡기 때문이다. Yani mo'ylovi orqali param pangyang을 느끼며 shamol yo'nalishini his qilib 몸의 균형을 잡기 때문이다. Tanasini muvozanatini saqlar ekan. Nimaga bu baland joyda ham yoki tor joyda ham qimirlab ketmas ekan? Chunki mo'ylovi
orqali shamol yo'nalishini his qilib, tanasini muvozanatini saqlab olar ekan. Shuning uchun. Demak, dard tushishi mumkin. Uni rani ham o'qib ko'ramiz. Tur yo'l te so'yamil tuychog'iro tangigo, ya'ni qo'rqqan paytda mo'ylovni orqaga qaratib, qulay paytda pastga qaratib oladi. Xo'p. Asosiy ma'lumotdan keyin buni qo'shadigan, beradigan bo'lsak, bizga birdaniga mo'ylovni qanaqa qilish haqida, ya'ni gap ketyapti. Ya'ni bunaqa qilsa qo'rqayotgan bo'ladi-da. Mana bunaqa qilsa, ya'ni pastga qaratib olsa mo'ylovini xotirjam bo'lgan bo'ladi. Bu narsaga bir asli qo'ysak ham bo'ladi, lekin yo'q, qo'ysak ham bo'lar ekan, lekin bu yoqda agar nima desam bo'ladi? Takin na turibdi, undan keyin mana variant bo'lmaganida, xo'p, buni qo'yishimiz mumkin edi, lekin bu yoqda aynan shunga mos keladigan kirish qismi bo'lib turibdi-ku. Mana holati nimaga bunaqaligini pastda sababini keltirgan. Ya'ni bundan keyin bunga bog'liqlik bor-da. Agar o'rtadagi bo'lmaganda, ha, buni qo'yib ketish mumkin edi. Demak, bizda kadan keyin na ko'proq tushar ekan, radan ko'ra. Xo'p, keyingisi ga bo'lar ekan. Hop, kada to'an ko'yangining suyomro kibonil tironegido hamda va mushik mo'ylov orqali kayfiyatini ham bildiradi. Bu yerda va deyilyaptimi? Va deb turib qanaqa ma'lumot aytilgan? Shu mo'ylovi orqali nima qila olish haqida, kayfiyatini bildirar ekan. Shu narsa aytilgan. Ya'ni bir ma'lumot aytildi desak, vadan oldin ham, to'handan oldin ham xuddi shunga o'xshash turidagi ma'lumot kelish kerak. Bizda nadan keyin dani qo'yganimizda mo'ylov orqali o'sha shamolli yo'nalishini bilishi haqida gap ketyapti. Demak, bizda mo'ylov haqida birinchi ma'lumot bu, mo'ylov haqida nima qila olishi haqida ikkinchi ma'lumot bu. Shunda na, da, ka va oxirgisi ra. Turyo'lda, xo'p, kayfiyatini qanaqa qilib bildiradi? Kibun, ya'ni uni qo'rqishi yoki-da qulay bo'lganligi uni kayfiyati deb qoladigan bo'lsa, kayfiyatini ham bildiradi. Qaysi shaklda bildiradi? Qo'rqsa mo'ylovini orqaga tortib oladi, xotirjam bo'lganda pastga qaratib oladi. Shu tartibda bizda birinchi variant javob bo'lishi kerak. Keyingisi 16 dan 18 gacha bo'sh joyga to'g'ri gapni moslab qo'shishimiz kerak ekan. Qancha vaqtimiz bor hali? Okey, 20 minut. Bo'sh joyga tushadigan eng to'g'ri gapni tanlang deyilgan. Xo'p, matnni o'qib ko'ramiz. 영화 속 장면에서 전화번호가 나오는 경우가 있다. kino ichidagi sahnalarda telefon nomer chiqib qolish holatlari bor. 이때 실제 전화번호를 사용하면 호기심에 전화하는 사람들이 생겨서 번호를 사용하는 사람은 일상생활에서 힘들어질 수 있다. shu paytda, qaysi paytda kinoning ichida telefon nomer chiqib qolgan paytda 실제 전화번호를 사용하면 haqiqiy telefon nomeridan foydalanilsa, 호기심에 전화하는 사람들이 생겨서 qiziqish bilan, ya'ni sababsiz shu kino chiqibdi, u bitta qilib ko'raylikchi deb 호기심 bilan telefon qiladigan odamlar paydo bo'lib, 이 번호를 사용하는 사람은 shu bu telefon nomeri ishlatadigan odam ilm-senghari 힘들어질 수 있다. Kundalik hayotda qiynalib ketishi mumkin. Ya'ni hamma telefon qilaversa befoyda o'zidan o'zi bezovta qilibdi. Shunaqa qiynalib ketishi mumkin ekan. 영화 진흥위원 회사, nima ekan? 영화 진흥위원회에서는, ya'ni shunaqa qanaqadir tashkilotning nomi bo'lishi kerak. Bu muhim emas. Da shunaqa joyda iva kattin bu shunga o'xshash nima-nimadir, ya'ni mana joyga qo'yishimiz kerak. Ting. 영화에 나와도 상관이 없는 전화번호를 확보해 두고 영화의 제작사에 제공해 주고 있다. shuning uchun
qani mana bu joyda shunga o'xshash piheril makkivihe zararni oldini olish uchun sashil hamyonil tamgoja asl sashiril hamyonil tamgoja haqiqiyatni ya'ni nima desa reallikni o'sha kinoga qo'shish uchun Kwangek yoguril panyon hagoja Kwangek tomoshabinlarni talabini qondirish maqsadida chechak pangobil alligi vihe ishlab chiqarish uslubini bildirish uchun bu yoqda muammo nima o'sha odamga telefon kelaverib joniga tegib ketar ekan mana joyda besar bo'lib ketibdi mana bu joyda qani o'sha odamga mana kundalik hayotda qiyin bo'lib ketishi mumkin shu zararni oldini olish uchun ipiheril makkivihe kinoda chiqsa ham qizig'i yo'q bo'lgan telefon nomerini hakbohetugo ya'ni ko'paytirib qo'yib shuni kinolarda kino yong'oq jaksa kino yaratuvchi o'sha rejissyor deymizmi shunaqalarga taqdim qilib turishgan ekan. Bu yoqda birni qo'ysa mos keladi chunki shunaqa pihe bor, zarar bor, shu zararni oldini olish kerak. Mana uni qo'yadigan bo'lsa, sashil hamyoni tamgoja reallikni kinoga solish, qanaqadir yolg'on narsalar haqida gap ketadi deb hech narsa deyilmaydi-ku. Muxlislarni talabini qondirish uchun bitta muxlislarning hech qanaqa talabi yo'q yokida chechak pangoq shu kino olish uslubini aytish ham to'g'ri kelmaydi. Chunki bu yoqda umumiy matnni qalay bizga kerakli joyi shunaqa muammo bor ediki, ana nomerga qiziqib odamlar telefon qilsa, u nomer egasi qiynalib ketardi xullas. 17-si. 삼십년 전에 에너지 전문가들은 그로부터 40년 후에 지구에서 사용할 수 있는 석유가 남아있지 않을 거라고 경고했다. 30 yil oldin energiya mutaxassislari kırobuto o'sha paytdan boshlab 40 yildan keyin 지구에 사용할 수 있는 yer sharida foydalanish mumkin bo'lgan 석유가 남아있지 않을 거라고 석유 deganda qazilmalar desak ham bo'ladi, so'nggi hozir anaqa ko'ramiz. Lekin ma'nosi neft shunga o'xshagan narsalarni ham so'nggi deb olsa bo'laveradi. Neft, kerosin shunaqa narsalarni so'nggi deb. Shunaqa narsa neftlar qolmaydi deb ogohlantirishgan ekan. Lekin hozir 그러나 현재 전문가들은 앞으로 50년 이상 계속해서 석유를 사용할 수 있을 거라고 예측한다. lekin hozirgi mutaxassislar kelajakda yana 50 yil davomiy o'sha neftdan foydalanish mumkin deb taxmin qilishyapti. 이렇게 석유 qanaqa aytilarki 석유 shunaqa neftning nimadir ionın 석유를 찾는 기술을 발전했기 때문이다. Bu kabi neftning nimadir sababi neftni topadigan texnologiyalar rivojlanganligi sabablidir. 이 기술로 석유가 있는 것을 더 많이 발견하게 된 것이다. ya'ni shu texnologiya orqali qayerda neft borligini yana ko'proq joylarini topisha olgan. Ya'ni matndan tushunsa bo'ladigan narsa oldin shu 30-40 yil oldin yo'q, 30 yil oldin 40 yildan keyin tugaydi deyishgan. Hozirgi mutaxassislar yana 50 yilga yetadi deyishyapti. Buni sababi nima ekan? Ionning sababi shunaqa neftni topadigan texnologiyalar rivojlanganligi sabablidir va shu texnologiya orqali qayerda borligini yana ko'proq joylarni topishdi. Palyon hetta
Bu boya testni boshida chiqqan so'z topishdi. Shu topilmalarga aytiladi degandim. Pumjili juhajin mahsulot sifati yaxshilashgan. Bitta sifat haqida gap ketmayapti-ku. Kagyogi Samsung Hagoyni narxi oshib borayotgan. Narx haqida ham gapirilmadi. Sayon Kigani Neronan ishlatish muddati oshgan. Shu bo'lishi mumkin, chunki o'sha paytda qaysidir muddatda aytishgan, hozir yana 50 yil deb boshqa muddatda aytishyapti. Kachiga keso torojin qiymati uzluksiz tushib borayotgan, ya'ni neft qiymat haqida ham gapirilmayapti. Ya, buni qo'yib ko'radigan bo'lsak, bu kabi neftning ishlatilish muddati uzayganligini sababi shunaqa texnologiya topishganligidadir. Mos keladimi? Mos keladi, demak 3. 18-si. 숲벽교는 숲벽교는 홍수에 비해 대비하기 위해 만들어진 조선 시대의 다리이다. Kyo o'zi bizda odatda ko'priklarga ishlatiladi. O'sha Supyo ko'prigi 홍수 비해 대비하기 위해 만들어진 조선 시대의 다리이다. 홍수 bizda mana suv toshqinlari. Suv toshqinlarini oldini olish uchun tayyorlangan Choson sulolasi davridagi tariyida. Tariy ham xuddi Kyoga o'xshab ko'prikdir. 돌로 된 숲벽의 기둥에는 일정한 간격마다 표시가 되어 있어. toshdan tayyorlangan 숲벽의 o'sha ko'prikning kidung bizda ustunlarida iljonhan kangyok belgilangan kangyok masofa oraliq bo'lishi kerak. Hozir kangyok bitta tekshiramiz. Oraliq kangyok. O'sha belgilangan orali aniq, ya'ni oraliqda 표시가 되어 있다. Qanaqadir belgilar borligi sababli to'yo iso belgilar bo'lib, nimadirni shibki asuyda osongina bilsa bo'ladi. 숲벽교를 관리하는 담당자는 숲벽교ni nazorat qiladigan o'sha 담당자si, mas'ul shaxsi 비가 오면 강물이 높아지는지 수시로 확인하고 홍수가 날 것 같으면 사람들에게 알려 대비하도록 했다. mana gap chiqdi. O'sha xodimi desak ham bo'ladi, tamdangcha, o'sha ko'prikni nazorat qiladigan xodim yomg'ir yog'sa, 강물이 높아지는지 수시로 확인하고 suvni sathi ko'tarilganligini tekshirib, 홍수가 날 것 같으면 sel kelishi mumkin bo'lsa odamlarga oldindan aytadi. Demak, bu tekshirovlar ekan. Mana joyda nima deyilgan, shunda boraga tushishi mumkin bo'lgan narsa har bitta ustunda belgilangan qismida belgi bor ekan. Belgi nima uchun? 강물의 높이 변화를 쉽게 알 수 있다. 강물, o'sha suv sathini oshganligini osongina bilsa bo'ladi. Shu mumkin, chunki bundan keyin shu haqida gap ketgan. 강물의 속도 차이, tezligini farqi yo'q, tezligi haqida emas. Tarikidunge kangyok, ko'prik ustullarini orasidagi kangyok, aniqlik. Tariy를 만든 재료, ko'prikni yasalgan mahsulot haqida. Bu umuman gapga tushmaydi. U ko'prik nimadan tayyorlanganligi birinchidan bilinadi. Shuning uchun Noppi Pyonha degan joyga mana joydan javob topsak bo'ldi. Xo'p. 강물이 비가 오면 강물이 높아지는지 수시로 확인하고 홍수가 날 것 같으면 땡땡땡 ketgan. Demak, shunaqa keyingi safar xohlasa vaqt bo'lsa 19dan keyingi davomini ham tahlil qilib ko'rishga harakat qilamiz.
hech qanaqa tayyorgarliksiz, to'g'riroq o'zim topikka tayyorlanayotganligim uchun oldinroq o'rgangan narsalarimni takrorlab olish uchun shunaqa tahlil qilib video oldim. O'zimga ham yangi so'zlar chiqdi, yangiliklar bo'ldi. Avvalo o'zim qaytarish uchun boshlagandim. Zapis qolishim, shu kimgadir foydasi tegsin deb. Kamchiliklar uchun uzr. Rahmat.